Allergiya boshlandi sizlarga. Zачем вы так? Qochib turinglar, qochib turyapsiz. Farruxni sochiga bo'lsa kerak. Или горячий пареньga. Wow. Nozim akani aytyapman. Вот sizlar ham ahamiyat berdilaringmi? Вот ba'zi bir odamlar, как бы da, zerkaloga qarab, samotsenkasi juda baland bo'ladi. Haqiqiy chiroylilarning samotsenkasi past bo'ladi. Men aytdim nimaga samotsenkam past deyman. O'sha narsani вообще-то замечать qildilaringmi? O'ynaga qarashga qo'rqaman doim. Islom zato sani qalbing chiroyli. Zato demasdan aytavering, просто qalbing ham deb qo'shing bo'ldi. Nima kerak zato degan gap. Hattoki qalbing ham. Mana bu bola menga yoqdi. Inchunun qalbing ham. Oyoq kiyim, naski. Ajoyib. Ну да. Ne lekin soqol o'stirib zo'r ish qildingiz. Ozgina yopiluvdi, sal chiroyli qo'shildi. Kattaroq mikrofon beraylik. Qanday mikrofon? Просто maska mikrofoni. Mototsikllarning kaskasini beringlar. Siz tez orada kal bo'lasiz, a? Yo'q. Bular yig'yaptilar. Men borku, yunga bir marta kal bo'lib, yana qaytib sochimni o'stirib olganman. Yo'q, bu islom xuddi daraxtdagi har yil qishda kal bo'ladi. Bahorda o'sib chiqadi. Не просто sochingiz redkiy ekanda, shunga. Redki. Demoqchiman, agar bo'lsangiz, uyalmang undan. Kalligingizdan, agar kal bo'lsangiz, Agar kal bo'lsa, kalmas bu. Men bu nima? Men bu. No, bo'lmoqchi bo'lsangiz, masalan, chunki sochingiz kal. Agar mobodo Желание bo'lsa. Желание bo'lsa kal bo'lish, ertalab zavtda duoda qo'rqmasdan so'raveray. Yo'q, islomni oldindagi sochlar qo'rqib orqaga o'tib olgan. Chunki oldindagilar yuz ko'rinadi-da. Yo'q, meni birinchi sochim to'kilganda oldindan to'kilganda, o'shaning uchun sraz bilan orqadan ushlab olganman orqaga o'tkazib. Yo'q, hammasi chotki, gulsiz. Gulmanmi, всё, rahmat. Ладно, давай. Go'zallik sirlari tugadi. Xo'p, bizda voqeaga o'tsak bo'ladi. Da, menda ikkita voqea bor. Men Tezroq aytib bermasangiz o'lib ketasiz. Hozir nima bor? Qo'li qizarib ketdi. cheshitsa всё, bilmadim, men bularga allergiya Kamroq bo'lyapti. chakish kerak. Men chakmayman-ku. Ha, to'g'ri. Kamroq azob chekish kerak. G'am chekish. Azob chekish Всё, kerak emas. tegmang bunga, Да. tegmang. Bo'ldi. Вот, Keling, men o'sha qarab. Не надо. Man menimcha hamma qizlar meni tushunadi. Как бы, да, munosabat ochganingizdan keyin ozgina mana bunaqa siqilish, tam tipa depressiyaga o'xshagan narsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Munosabat ochganingizdan keyin? После расставания. Ha. Aloqalar uzilgandan keyin Ishqiy ayriliqdan so'ng. ummon nashulalari. Da, endi tushunayman, 4 ta tilni bilaman. Meni asosiy tilim rus tili. Qaysi tillarni bilasiz? Rus tili, Rus tili, tojik tili, o'zbek tili, ingliz tili. Ingliz tili. Da. Вот. И Keyin Masha Tillayeva tili ham bor-ku. Uni ham bilsangiz kerak, yo'qmi? 5 ta til bilar ekansiz. Вот. И как бы man rus tilidan o'zbek tilida прямой перевод qilaman. Hech qisi yo'q, To'g'ridan to'g'riga. Из-за этого agar meni tushunmasangiz, uzr. Или там siz tarjima qilib berasiz. Перевод qilib turaman. Да, вот. И значит, Qanday o'zing bilmaysan ruschani? O'zidan qo'shib perevod qilib yuborish. Men sizga unda perevod qilib beraman. mani o'zbek tilimdan haqiqiy o'zbek tiliga perevod qiladi. O'zbekchadan o'zbekchaga. Да. Sizlar shoshmayapsizlar, bugun shu uzoq bo'ladi. Biz Вот. 3 ta tildan keyin sizlarga yetkazib beramiz-da, hozir. Нет. И, короче, вот, как бы, endi tasavvur qilinglar, men depressiyada. И hayotim, taqdirim shunaqa bo'lib qolgan, men o'zimni bывшим bilan qo'shniman. Вот, прям. Qo'shni. Bu Прям qo'shni. o'zingiz xohlabmi yo tasodifmi? Endi o'zim xohlab emas, menga как бы men shunaqa odatim bor. Har doim meni kimdir pastga ursa, men обратныйsini isbotlagim keladi. Juda g'alati расставание-da. Urish, janjal deb bo'ldi, men ketdim. Нет, Просто boshqa uyga-da, bir metr Получается, bularni podyezdim men bitta, meni podyezdim men bitta. Ha. Ikkita podyezd. Endi bularni oynasi dvorga qaraydi, meni oynam yo'lga qaraydi. Siz o'ynaysiz baxtga qaraydi, aha. Да, закат, рассвет. Kelajakka. Да, yo'q kelajakka qaraydi. Вот. И значит, men depressiyada u yoq, bu yoq, mana bunaqa narsalar bo'lib qoladi. И вот opam bilan aylanib yuribmiz. И nimagadir hozir shu narsadan uyalyapman, chunki qo'shnilarimning ko'ziga qaramayman hech ham. No, har kuni ko'chadan yoki qaysidir joydan qaytayotganimdan O'sha podyezdning oldidan sekinroq o'tib ketasiz. sekinroq o'tib ketganim mayli. Ilonga o'xshab. Oynalarni tagida
san mana bunaqasan Ну, baqirardim. Ну, я материлась, как бы, Tushunarli. да? Ha, Я не- hamdaqada so'z bor o'zi, asosiy so'z Да, o'sha. ну, Uchta никто же harfdan не iborat снимает, so'zlar. никто не снимает, u yoqda pip qilib olasizlar, ты baqirganman. Nimaga pip qilamiz? San yo. Nimani Yo'q, pip qilamiz? bitta narsani inobatga olaylik. Bu so'kish emas, demak inson ishonchli. Да. Og'ir vaziyatda qo'llab-quvvatlaydigan. Da. Ha? O'ta Bu yerda ko'proq avtorskiy pravodan qo'rqish kerak-da. Да, поэтому pip qilib olasizlar. Keyin Va san mani chim- gapirib qo'yibsiz. Типа, да, san chimo. Keyin shunaqa Butun podyezdagi chimolar menga aytyapti. Bu gap bilan menga gapirilyapti. Men tushunmadim. Qo'shni podyezdda men turibman, chaqiryapman, o'tiring dadasi. mana bunaqa degan. Ha, birinchisi aytgan paytda siz o'tib ketdingiz deydi. tasavvur qiling, bu narsa 4 oydan beri bo'lyapti. Wow. 1 kun emas, 2 kun emas, 4 oydan So'z beri. boyligi yangilanib boradimi? Bittasi И, u, bittasi boshqa. Bu lekin ko'cha bezoriligi deyiladi bu. Ertalabga yaqin mana sut qatiq. Pichoq charxlaymiz. Keyin Loh, короче. И вот потом Qatiq, qaymoq, chumoq. agar yo'q desangiz sotib yuboraman, so'rab kelishdi. Qatuvchi opa ham menga qarang, bu yerda konkurensiya Kerak emas. Bu bizning territoriyada. Xohlasangiz boshqa joyda soting sutingizni. Да, вот. И потом taqdir menga shunaqa odamlarni berdi. Mendan keyin gaplashgan qizlarini ham bilib oldim, tushunasizlarmi? Ismlarini. Keyin oynalarning tagida mayli uni, u qizlarning ismlarini ham baqirdik, tushunasizlarmi? Masalan, условно u ism emas, ну, qaysidir ismini qiz aytgan, "Yuneta dura!" No, bu yumshat. Qaysidir qizda, O'sha tipo. ashli tushishdan boshlanibdi-da. Shunda ilk qadamlar. Yuneta dura sut qatuvchimi? Sen meni dardim. Seni deb 10 yilga qaridim. Не, это потом kelgan menga ideya. Oyog'i? Да. Вот. И shu narsa, короче, 4 oydan beri 4 oydan beri davom etib kelyapti. Da, o'tda massa o'tirib bit tashlayapti bu yerda. Bu yerda qarasa ashula bo'lib ketyapti. Ana insta peklishka bo'ladi-ku, har bitta qizini sanaganda, bu deb. Men endi tushundim nima uchun Shohruxxon Yuneta bilan duet aytgisi kelgan. Живойda ijro. Da. Jonli ijroda xizmat ko'rsatgan artist. Bitta donga bo'lsa ham. Но, кстати говоря, men hech qayerda jonli qo'shiq aytib bermayman. Bu ham faxrda. Va bu uchun sizga rahmat. Да, нет, как бы qarang. vokal bilan shug'ullanyapman, но fonogramma baribir yaxshiroq. Да? Ну, studiyniy O'lmang. запись. No, Jahon aka qo'llab-quvvatlaydi sizni. Qarang. Mana 4 oy davomida bo'ldi Aha. osti. Qo'shnilar demak o'sha o'rganib ketgan, ha? Не знаю, chunki bir marta ham qo'shnilar menga gapirmadi. Men o'ylayapman, что ular taki, ну, mayli biz seni tushunamiz. Yoshligimizda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan-ku. Qo'shnilar ham o'tirardi. Soat 6 bo'ldi, oyunga keladi, eshit. Нет, нет, Soat bor, soat. O'tiradi har bir soatda. 12 bo'ldi. Yo, qishloqdan birinchi ko'chib kelgan odamlar mana yotdi-da, soat chumoq bo'lib Toshkentda shunaqa uyg'otsa kerak. Ana xo'roz o'rniga. Baribir rivojlanganda. Mening ishonchim komil. Ya, biladi. Birinchi bir hafta 4 ta 5 ta odam pastga tushgan mashinamni olib qo'yay demaydi. Undan keyin Haqqa qo'ysam, yotgan kelib, yana suv kelyapti bu. Nima qildim men bu yoqqa? Qayga qo'yay dedi. Qayga qo'yay? Shu viloyatlik deb kamstovrasanmi hammang? undan keyin men chetga chiqib ketdim. O'tsa уже boshqa tilda baqiradi. Нет, men Chetga chiqib ketdim emas, chiqib keldim-da. Да, chiqib keldim. Chetga. Ya o'zi qara, Yonka, siz chetga chiqib qolganingiz uchun suv kelyapsiz-ku. Я не поняла, tushunmadim. Такой важный emas, просто bular atayin qildi, чтобы siz o'ylashingiz uchun nima dedi hozir bu Ana deysiz. oxirgi aytgan ashulaning zo'r deyapti. Нет, ладно. Короче, потом men chetga chiqib Qayerga? keldim, Misrga. Piramida. Dugonam bilan ketganman. И получается, meni uyimda dugonalarim qolgan, boshqa dugonalarim. Ular meni ishimni davom etgan.
Keyin ular chiqib baqirgan, tushunyapsizmi? U o'shaning uchun 4 oy u davom etavergan. Men etmasam Siz u o'rtalarim yerdan ko'chib etadi. ketdingiz, qo'shnilarni o'zi davom ettirish boshlayapti-da. O'zi Albatta. ritualga aylangan. Aytishlariga qaraganda hozir ham qo'shnilar chiqib shunaqa deb baqirishadi o'sha Ya, uni deraza anaqa ostiga. gifi ham bor-ku. Daraxtda xo'roz o'tiradi, ko'rganmisizlar? Ha. Yo'q, ko'rmaganmisizlar? Kes olmadim. Sen qo'shtirnoq qolib qo'yding, ha? Reels bu, reels. Ikkita vilka beringlar. Kelasi safar mamnun qilgan qaos bo'ladi, ukajon. Endi tushunyapsizlar-da. Qirqiyapti. U notor uchun qolish. Xo'p, Men hech narsa siz tushunmayapman. chiqib Siz ketdingiz. nima haqida hazil qilyapsizlar? Ne bu shunaqa bu bolalar. Bular gapirib Bu qarang, bu boshqa shou bu. Сделает вот так, а сделает вот так. Da. Qotish Biz kerak. shuni ustidan kulyapmiz. Bu qaychi, bu qo'shtirnoq. Menda Mana shu joyga bitta baqirib yuborasizmi? menda просто -2,5 ku. Men sizni smutno ko'ryapman. -2,5 ko'zmi? Da. Burunmi? Вот sizlar menda расфокус ko'ryapman, просто расфокус. Qaysi barmog'im ko'rsatyapman? Указательный палец. Mayli, shunday deb qoldiraveramiz. Lekin yunka, Islom hozir tushundi shu uказательный ekan. Нет, я знаю, как они Biz buni burun kovragich deymiz. Оказывается, указательный ekan-ku. Ой, короче, слушай. Choy qo'yib qo'yuvdim uyga. Ketdim. Сейчас, короче, вот, сейчас, bu voqeani aytib bering, я еще одну расскажу, она маленькая. Короче, этот. Маленькая, да. И потом, u bola, короче, xullas, men o'zimga nima aytdim? Ну, yaxshi qizlar ko'p, lekin mana bunaqa bывший bitta bo'lish kerak. Любой hayotda, to'g'rimi? Sizlarda ham, я уверена, bor, bitta mana bunaqa bывший qiz. Yo'q, men Yo'q, uylan- yo'q, bizda bывший yo'q. Biz o'sha bittasini sevganmiz, o'shanga Biza uylanganmiz. bitta mana bunaqa Siz uylanganmiz. o'ylangansizda, просто, вот. И, короче, xullas, yana oradan vaqt o'tdi, men yana nimadir qildim ularga. И Yo'q, to'xtangda, qarang. Nimadirlar bor-da. Нет, nimadir o'tdi. Okey, mayli, aytgisi kelmasa, xo'p. Да, вот. Nimadir, xullas, и ular menga shunaqa gap aytyapti. Men shunaqa qilamanki, sen bu uydan ko'chib ketasan. Hech qachon bu tarafda yasha olmaysan Hamma deganda. qusyapti. Ko'chasan dedim. И oxirida o'zlari ko'chib ketdi. Men hali ham shu yerda. Qarsanglar. Нет, Ular eng ular qizig'i Alo. ular 4 so'tliq katta hovlisiga ko'chib ketdi. Men ularni jazoladim. Нет, просто как бы tushunyapsizlarmi, men qo'shnilarimdan ozgina uyalaman, chunki ular endi men bilan tipo 4 yildan beri yashayapti. Bunaqa periodda men bilan demang, men ular bilan g'ururim past ko'p bo'lgan joyimda-da, endi qaysi qiz bunaqa baqiradi, to'g'rimi? Ну, yaxshi qiz, нормальный qiz baqirmaydi. Как бы ular Bu o'ylaydi. fikrni o'zingiz aytyapsiz, biz aytmaymiz. Да, men aytmayman. Men tipo to'g'ri tushunyapman bu narsani, что meni salgina miyam такойroq. Men o'zimni pastga urishga, вот унижение, оскорбление, men bularni shunaqa anaqada Orada sig'invordilar. bor menda shunaqa. Shunaqa odat bor menda, xullas. И вот, блин, nima aytmoqchi edim hozir? Tуда, voqea какой-то qiziq. Нет, Misr, сейчас. Egipt. Xohlasangiz boshqatdan boshlaveramiz. Qo'shnilarim, xullas, hozir представляете, men bilan shuncha period o'tgan, biz уже никак qo'shni, уже oiladek bo'lib ketdik, butun dom bilan. Hozir ham o'sha yerda turibsiz. Да. Bu voqeadan xullas siz shu baqirib yurganligingiz uchun uyalasiz. O'zingiz Да, и samadsiz нет, tushgan bu yoqda. да, и qo'shnilarimdan ozgina uyalaman, chunki Shu paytgacha lekin qo'shnilaringiz bilmayotgandi kim baqirganini. menimcha ular ko'zi ko'rmas menikidek, ular oynadan qarab видели меня. Chunki men и o'tirganman, oynani tagida, и baqirganman, и просто men bunda millionta kruglar qilib aylanib yurganman. Benzin sepib yoqib yuborganman. Tasavvur qilyapsizmi? Men qo'shnini uyi, mana bu oyna bo'lsa, qo'shni ishini qilyapti. Bundoq qaryapti, bir yunka baqiryapti, u to'rg'ab keldi nimadirni, yana qaytib kelyapti, yunka ajiman yoqyapti. Yana ketdi nimadir ishlarini qildi, yana oynadan qaryapti. Anu bola ham glazokka qarasa yunka turibdi. Причем любой odam qarasangiz glazokka yunka turibdi. Mana shunaqa domda. Ya lekin bu sportivniy haqorat deyiladi-da, shunaqa sport turi bor. Yugurib, so'kish hammani, yugurib. So'kib qochish. Da. Hozir so'kmayapsizmi? Нет. Yo'q, eshitdingiz-ku? Lekin tasavvur qilyapsan, meni viloyatdan har doim mehmonlar keladi-ku, kimdir Magic Cityga borgisi keladi, kimdir har xil joylarga borgisi keladi-ku, ular u yerinda har kun ertalab men bu yerda yunka sukadi. Yo'q, o'sha yerga boramiz, ko'ramiz bolalar bilan. Fontan ham kerak emas. U как бы Kvartirani sotayotganda shunaqa deyshadi. Ushbu kvartiramiz 70 kvadrat. Nima bunaqa qimmat? Bu yerda pastda yunka har kun vыступать qiladi-ku. Yoki nimaga arzon. u bir kun
ertalab bo'lardi, tam soat 6da masalan. Siz ham kayfiyatga qarab, yotibsiz-da. Nima televizor ko'ryapsiz, zerikarli bo'lib ketdi, ili reklama boshlangan bo'lsa, xo'p, men so'kib kelayda. Voy. Yo'q, men Hayotda istalgan o'xshamay qolgan narsa bo'lsa, prosta reels kirmay qolsa, ana kerak. Ko'chada kimdir siqib ketib qolsa ham, "Shu, hozir uyga borayda." Nimadir dazmol qilyapti, sal kuydirib qo'ygan bo'lsang, "Ona, menga aniq." Podyezdda yozmaganmisiz? Falonchi, Нет, falonchi deb. как бы подъездimiz ozgina sivilniy. Har kun so'kiniladi deb normalmi-da lekin. Ozgina sivilyoda bo'lmish yashamaydi, ha? Aka, подъезд цветной. Подъезд цветной. Да, святой. Svetnoy. Shunda ona святой bo'lib ketdi-da, to'g'rimi? Voy, buni ham kesamiz. Voy. 3-kunga Ona svetoy bo'lib ketdi. Ona doim svetoy edi. Onalar uchun bitta qarsak mana. Да, вот. Потом Uyatli voqea shu. Да, ну вообще-то давайте shundan boshlaymizki, men hech narsamdan uyalmayman. Да, boricha o'zimni qabul. To'xta, stop. Meni qo'rqityapsan, hozir nima bo'ladi? Sizda bo'lmaydi. Я просто говорю в целом, типа, в общем и целом, men уже taqdirda bo'lgan narsalarimdan keyin hozirgi vaqtda hech narsadan uyalmayman. Chunki уже uyalmayman xullas. Вот. Yumka, guldiroz qarsaginglar. Yumka, katta rahmat. Uyat bo'lsa ham aytaman, sahnada Shahriyor! Mani dardim, mani izhorim. Nega hayot berildi, bo'lmasa agar hamma bir-biriga Tuzoq qo'ysa. mayli sizga mayli. Assalomu alaykum. Lukeshka. Красавчик. Лучший. Karimov janoblari. Moqdor suvga, na mehr, na oqibat, yiqilmaslikka harakat, yo'qchilik va sitamni tan olmas ular. Chunki ota karmoniga ishonar shunchalar, boylar ham qon yig'lar, buni hayot deydilar. Sevdomasmiz biz bo'ri, o'z nafsimiz mag'lubi. O'lja bo'lma, qoch yo'ldan. Jon shirin bo'lsa, qo'rqoda burilardan. Yashar beg'uborim, kimdir esa sarson. Kimdir topar do'stini, kimdir yo'qotar uni. Hayot sinaydi bizni, sinar bardoshimizni. Vaqtga yetadi, kimdir orzu qiladi hayot. Ishonmasang o'zingga bir kun sinib ketar ekansan. Endi yosham so'zi esda yo'q. Yoshlar, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammani ko'ryapman, hamma bitta yurak ila boringlarga shukr. Assalomu alaykum, mehri daryo bo'lgan azizlar, yaxshilar, onanijonlar, qora qoshli, qora nima? Ko'zlilar. Men boshqa narsa o'ylab. Va qora jentrali. Aynan. Qora sochli. Qanday o'tiribsizlar bu yerda? Issiq-ku, harorat. Kurtkani yechib oladigan opsiya yo'qmi? Chiroyli turibdi. Hech yo'q, kurtka bilan futbolka bitta narsa. Kurtka emas, pijama bu. Sizlar faqat aynish bilan oboramisizlar, ha? Yo'q. Men faqatgina prosta issiq dedim, xolos, shu. Mayli, endi yechib qolaman. Tagida muzika bo'lish kerakmidi? Da. Bo'ldi. Give me. Bering, aka, osib qo'yaman. Men kiyib turaymi? Bering. Lekin nimadir bo'lib turibdi. Qani? Yo'q. Qani? Yo'q, hammasi yaxshi. Soqqa Hammasi yaxshi. Gap. Rahmat, bering. Ай, Кешка. Он лучший. Ada ko'ryapsizmi? Kechirasiz, Shahriyor aka, mana bunaqa o'tirsangiz bo'yningiz og'irlik qilmayaptimi? Men Adam 81-yillar. Yechib qo'yasiz uni ham. 81-yillar. Yo'q, papa. Да, мне 26.
Vuh ты, mani ham почти endi siz. Da, ko'pkes. Mani amaqa deysizmi? Nima deysiz? Yo'q, man. Ha, Farruh, nima yilni aytyapsiz? Urushtirmoqchimisiz? Mani dadamdan chiqasizmi, nima? Yo, genlar yaxshi, men adezdan уже qo'rqaman. Da, O'shaning uchun da. nima deydi? Yaxshi gapiraylik bir-birimizga. Shimchani qanday qiyin o'ylaysiz? Shimchan xotinikiniki. Chiroyli shim shuiki ham. Almash. Lekin Labay. tatuirovkalaringiz realniy deb o'ylardim men. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Chunki men endi kichkinaligimda bilmagan edim u qanaqa, nima endi sodda bo'lganmiz. Ha, siz realniy tatuirovka qilish kerak deb o'ylagansiz boshida. Boshida shunaqa deb aytdi. Flomasterda bunaqa bosib. Lekin biroq ammo keyin xursand bo'ldim. Tatuirovka bo'lmaganiga. Bo'lmaganiga albatta. Tavsiya qilmayman. Da. Meni tanamga qilish deding. O'zinglarniki bemalol. U ham shu qatorida, o'zinglar ham qilmanglar. Bu yerda aka, bitta voqea aytib berayotgan paytingiz manolar juda ko'p gapiradi manolar. Mavla siz qayerni? Siz Anjandan. qo'lingizga tar berib qo'yaylik. Chalalsangiz, meni ukam bo'lasiz. Aka, Anaqa men Azizlar, akaxon, Mehri daryolar. Balla. Ya, bu o'sha qo'qon. yo'q, siz akam bo'lyapsizmi? Ha? Akaxonlar to'yda xizmat qilib beradi, bilasiz? Bo'ldi. Bo'laveradi. Men hali uylanmaganman. Bo'laveradi. Kelin, ko'rayotgan bo'lsang, o'sha hofiz bor. Xafa qilsangiz, men sizdan xafa bo'laman sizdan. Aka, shuning uchun manolar kimdir gapirsa men sira stop qilaman. Qiling. Hech kim. Mana, Yo, stop. Ha, Agar bular gapirganda shunday men qiling. ham shunaqa tushundim. So, aka agar bemalol. mabodo mo gaplaringiz baga to'g'ri kelmay qolsa, Ya, bu qo'qanjon. Aralashma. harakat qildim men, harakat qildim. Yo'q, harakatga anaqa yo'q. Nima deydi? Harakatga unaqa tashlanib qolmay. Bo'ldi. Nima deydi? Harakatga jazo yo'q. Bugungi shouimiz homiysi o'zbek tilining lug'aviy Sizni qo'lingizga tushdimi? Tushdimi sizni qo'lingizga? Tasanno. Akaxonlar, akamga savol bo'lsa bemalol, bo'lmasa biz voqea o'tib ketamiz. Akaga savol yo'q. Akaga faqat omad. Respekt faqat. hurmat. Savollar bormi? O'zi bitta qo'shiq bo'ladi. Choyla bom bo'lardi, lekin hozir savollar bom. Savollar yo'q. Savollar bom. Talant-da, ko'ryapsizlar, prosta gapirsa mana shu ketadi. Deydi. Aziz yurtim. Lekin mana bu qo'shig'ingiz borki, seni ko'rdim, men seni ko'rdim. O'zi qanaqa qaraysiz sizni qo'shiqlaringizni remix qilib, cover qilib chiqishsa? Faqat siz bilan birga. Mani qalbim o'sha insonlar bilan, yuragim o'sha insonlar bilan. Yuragimiz Ham bitta. nafasman ular bilan. Yaxshi ham ular bor, men borman. Yaqinda kelibsiz lekin. U e'tibor bo'lmasa, qolaversa mana o'yin ko'lgi bu yaxshi narsa. Bu hozir men bir jiddiy narsani aytmoqman. Agar fursatdan foydalanib, sizlarga ham qarayapman, boringlarga shukr. Agar sizlar bo'lmasanglar, men bir tiyman. Yaxshi ham aziz xalqim bor. Yaxshi ham mana o'sha qora qoshli, qora ko'zlilarim borki, men borman. Nafaqat men o'zimni safdoshlarimning nomidan ham gapiryapman. Sahnada kim o'zini yaxshi tutadigan insonlar haqida. Bunaqa paytda qarsak chalinadi-da, odatda. O'shaning rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Tasanno, ming ta'zim sizlarga. Katta rahmat. Sizlar tufayli ham Qora ko'z, qora qoshlilarim deganda blondinka bilan ko'zi ko'klilar bizachi. Zaldan chiqib ketdik ikkitasi. Yo'q, bu sentiment. Nimaga men qora qoshli, qora ko'zlilarim deyapman biz axir bar O'zbekistonda baribir ham o'sha qora qoshli, qora ko'zli. O'sha siz aytayotganingiz blondinka anaqa soch ko'zlari izumrudniy bo'ladigan insonlarga ham baribir ham ichida xuddi bizani anaqa qanaqa qora qoshli, qora ko'zlilardagi ham nafas birgalikda bo'ladi. Yo'q, vaziyatdan chiqa olmadingiz, baribir. O'shaning uchun. Nimaga menga yordam beryapsiz? Ular ham ichidan ko'zini qora deb hisoblaydi. Shunaqa deymiz. Shunaqa demoqchi edim. Ozgina yurakchaga ketyapti-da, o'zim joyda to'xtatib qo'ydim. Qo'sh qora bo'lmasa ham, soch qora bo'lmasa ham qalbi qora-ku deysiz. Shunaqa demadim. Qarang, Shahriyor aka, seni ko'rdim klipida. Sizni Milsa olib ketadi-ku, gul qo'yayotgan vaqtingizda. O'shanda nima deb chiqqansiz Milsaxonadan? Uzr, kechiring, hozir videolar chiqyapti. Boshqa bunaqa takrorlanmaydi. Men o'ylaganman-da doim. Yaxshi ham sochimni Bu paytda. Men o'ylaganman, qanday chiqib ketdi bu
O'shaning uchun hech qachon hamma qonun qoidalarga rioya qilish kerak. Hurmat Shahriyor qilish aka, kerak. ko'z tegman, sizni yoshlaringizga yetisham, nasibsin. Boshidan men 3-marta. Qani biz tanigan Shahriyor aka. Shu qo'lim shu yerga kelyapti, betimga kelolmayapti. Islom janoblari mayli. Men bahonada qilyapman. Mana bunaqa. Yo, albatta bu hammasi nima deydi? Hazil. Hazil, lekin Mana bitta hozir обращение. Akaxon, Na. Aku, aku. Labay. endi eng muhim joyga yetib keldik. Xo'sh. Eng uyatli, hijolatli voqeangizni bosa olasiz. Salfetga tayyor, menda turibdi. Tellasangiz o'zim artib ketaveraman. Chalg'amang. Xo'p bo'ladi. Yaxshiyam siz. Mana oke, просто jim o'tirsangiz ham maza qilamiz, ishoning. Da, aura silnada. Ratata. Opa. Kimdir o'lib ketdi hozir. Yo'q, siz negativniy xulosa chiqarmang. To'q. Kimdir yaraldi. deng. Kimdir tug'ildi. Ratatadan Biz demografiyani ko'taramiz. Sarsa qilgani yo'q, sarsa qilgani yo'q. Chaqaloq bu safarga tug'ilsa inga emas, ratata bilan tug'iladi. Yomon. Yo, yaxshi, demografiya anaqa rivojlansin. Hisob qo'yish kerak. Biz betda o'tirgan paytimiz hozir kimdir hisob qo'yishyapti menimcha. Bu 100%. Javob berishi shart emasdi. Javob berish shart emasdi. Aka, voqea nima haqida? Qaysi paytdan bu voqea? Hozirgi paytdanmi yo eski paytdan? Ko'p bunaqa bir uyatli voqealarga biz duch kelganmiz, lekin eng uyatlilardan biri hozir bugun ustozlarimga kun bag'ishlanadigan kun. 1-oktyabr. Oktyabr emas-ku. Yo, bugun deyaptilar. Bugun o'sha yana bir takrorlanaman. To'pak Shakurga. Ko'rsanglar ustozlarim mani qo'lim ko'ksimda. Yana bitta duo bilan Ustozlarimizga bitta qarsanglar. Ustozlarimizga rostdan. Da. Ustozlarimiz, Yo, turing, siz. ustozlarimiz To'pak Shakurga, yana kimga? Ustozlarimizga, O'zbekiston To'pak xalqiga, Shakur, notariusga, azizlarimizga. Qora ko'z, qora qoshlarimizga rahmat, sog' bo'linglar. Mana ustozlarimizning tashabbusi bilan yangi loyiha boshladik. Yo, men tushuntirib beraman nimaga. hamda Olmaxon Hayitovaga. O'tiringlar. Ish qilib ko'rsatdi shu kim hammaga rahmat aytib, qarsak chalib o'tib ketmasa bo'ldi ish qilib. Rahmat show. Xo'p, nimadan boshlasam? Uyat bo'lsa ham rahmat. Eng uyatlisidanmi? Eng uyatlisidan. Bir kuni rahmat deya olmadim dedi. to'ylarga chaqiringlar, to'yda oxiriga bitta qo'shiq bilan duo ham berib yuboradilar. Men hayron qolganim, Farqi yo'q, ha, jon jigarchik. Qolasiz, budir shaft qilib ichaveramiz. Bu keyin. men hayron qolganim qachon bu o'zbek gangster repi qiroli Ustozlarga mahalla raisiday duo qiladigan bo'lib qoldi deb hayron qolyapman. Yo, nima gap yoshda emas. Gap yoshda emas, tafakkur qilishdi. Tafakkurda. falsafada. Qalay aka, tafakkurda oxirgi marta qayerda eshitdingiz bu so'zni, aka? Dunyo bo'ylabda faqat. O'qti. Siz Gap yo'q. Siz ham ko'rarkansiz bu kanalni. Ha, aka, bolajonni ham. Hozir hamma o'sha kanalni anaqa reytingini olib beradigan Bekzod o'zida? Bekzodchika Radnulka. Da. Menga qaragan payt hayajonlanib ketyapman. Chunki qalblaringiz bitta, mehr daryosilar. Xo'sh, nima qissaga Voqeaga o'tdik, ha, voqea. Qissadan shuki tez ikkita anaqa bilan aytib ketish kerak bo'ladi. O'sha vazgina uzunroq bo'ladi, lekin meniki. uzun bo'lsa bizga yaxshi. Uzun bo'lsa sizga yaxshi. Bo'ylari uzun bo'lsa sizga yaxshi. Sochlari uzun. Sochlari uzun, Uning jingalak. uyiga boradigan yo'l uzunroq bo'lsa. Baxtlari, hayotlari. Noda eplayapsizlar, okey. Hayajonlanamiz. Xullas, qissa shunda men endi bir maktabda o'qirdim. Bir maktabda emas, ko'p maktabda o'qirdim, lekin eng
ulardan biri. Bu hayot maktabi bu. O'rta maktab. Reels bu. Bu Reels round 2. Hayot Hech maktabidan kimga tavsiya qilmayman bu narsani. Man maktabda o'qishdimi? Yo'q, ko'p mana maktablarni endi kimdadir shunaqa hayot tarzida bo'lib qoladi, kimlar ko'p maktablar. Men ham 5 ta maktabda o'qiganman. Men nimaga ko'p maktablarni o'zgartirganman, juda ham sho'x bo'lganman. Bu narsadan afsusdaman. Lekin agar siz sho'x bo'lmaganingizda, menimcha balkim reper ham bo'lib ketmagandir. Yo'q, undan ham balki ziyod inson bo'lardim. Lekin baribir sizlarning yuraginglardan joy olardim. Bu narsaga aminman. Как он чувствует? Da, конечно. Samarqand Man Toshkent bek- qatnaydigan taksist kimdagi yuragidan joy oladi? Man bejiz so'zimni agar xronologiyaga ahamiyat beradigan bo'lsak, Oho. man bejiz so'zimni boshidan yaxshi ham sizlar bitta yurakmiz. Одно сердце на всех Bitta degani. qalb. Bitta yurak hammamizga. Ham Bitta nafasda daryo. boshladim o'sha narsani. Mana o'shanga yetib kelamiz. Qora ko'z, qora ko'zlarim. Albatta. Albatta. Shu, xullas, men ko'p maktablarda o'qirdim, juda ham sho'x bola edim. Hozir bola emasman, lekin tiklanib turibdi-da. xullas, eng oxirgi maktabga tushganimda yaxshi maktabga tushganman. Gimnaziyadirdi, uni ukloni juda ham katta bo'lardi, u yerda urg'u juda ham katta bo'lardi. Yaxshi o'qish kerak, yaxshi baholar olish kerak, u yerda yaxshi baholarni olmasang. Nechinchi sinfda tushgansiz o'rga? Men 1-sinfda kelganman u yerga, 2-sinfdan ketganman, keyin maktab tirs bo'lgan, 6 ta maktabcha. Qaytib kelganman. И 8-sinfga kelganman. Shu boshida o'qiganimda Ko'rsam ular o'tib ketgan deydi. eng qiziqarli joyi men o'sha 1-sinfda ketganimda hamma kichkinacha bo'lardi-ku. Bachalar. Kichkina bachachalar bo'lardi-ku. Bachachalar. Qaytib kelgansiz hali ham o'shanaqa. Qaytsangiz ular kentavrlar o'tiribdi, takoy. Почти shunaqa. O'sha yerdami deysiz? Sizday bor. Siz o'shami? Da, sizday bor. 8-sinf. Men hech o'ylamagandim bu komplimentni qachondir Men Shahriyorda 6-sinfdan eshitaman. o'sha universitetga o'tganman-da. Men cho'kib ko'rib yuraman. Hayot universitetiga. Yana o'sha. Xullas, endi biz ozgina shu o'smir davrligimizga to'g'ri keladi. Bu boshqa sinf, oxirgi sinfga kelayotganimda 8-sinf. maktab yurgandim. O'zimning maktabimga keldim va sinfda va o'sha yerda rap faoliyatini o'sha yerda boshlab yurgan paytlarim edi. 8-sinf. Maktabdan. Yo'q, undan oldin edi, lekin o'sha yerda avji chiqib turgan payt edi. O'sha playeriz bor. chunki 9-sinfni tugatib, men sizlar tufayli sizlarning duolaringiz bilan seni ko'rdim ham chiqqan o'sha. 9 sinf bo'lganmiz o'sha payt. 15 yoshimda edi-da. Necha yosh? 15 yosh edi. Seni ko'rdim. O'sha paytda 15 yosh bo'lgansiz. O'sha bola 15 yoshli bo'lami? Ha? Офигеть! Серьезно? Просто Respekt. Men qarang bitta savol. Zarina 2005-yil. Nizomiddinovanni qayerdan tanigansiz o'sha payt? Zarina Nizomiddinov, men endi Taronaga kelgan payti Tarona Records. Tarona Records. Tarona Records. siz bilan Forever Tarona. Rahmat. Rahmat. Ato 5 minutdan beri rahmat demayapmiz. Xullas, Zarinaga to'xtaladigan kelsak, Romeo Julieta kinosi o'sha paytda chiquvdi, Shohruxxon bilan. Da. Lekin o'tda o'lgan edilar-ku. U kino-ku axir. Kino bilan siz yaxshi bilasiz-ku, kinoni tahlil qilasiz. Faqat O'shandan jinni jinnilar o'qib. haqidagi kinolarni Men tahlil qiladi. kuzataman. Kirishimda ham srazu aytdim, shu jigarchik bilan men Jigarchik. Tashlandiqqa ko'raveramiz deb aytoring. Qaysi? Mana. Qani biz aka, tashlandiqqa birga ko'raveramiz deb yuboring. tashlandiq. Kinoni ko'ramiz. Qara, akaxonda baribir kallasi ishladi, ko'ramiz demadi. Aytmadi. Ko'ramiz. Ne, просто tasavvur qil, 9-sinfni bitiryapsan-da, sani Tarona. men partadoshing Shahriyorda, tushunibsanmi? Shunaqa bo'lganda. Вообще. 9-sinfda o'qiyapsan, sen razborkaga boryapsan. Если что yutqizib qo'ysang, qo'shiqni urib yuboradigan o'rtog'ing bor-da.
просто Maksimum mana Saloviyda menga saskali buchka berib yuboring-da. boshqa maktab bilan urushsang, живойga qo'shiq aytib ketishyapti. Sirtlon masmiz biz bo'ri. И прям qaraysanda bularga yutqizib berish kerak, bo'lmasa ssenariy buziladi. Bunisi ham to'g'ri. Ha, 15 yoshsiz, endi birinchi ashula chiqargan paytingiz qaytib keldingiz o'z Ha, eski maktabda xullas maktabingizga. u maktabda juda qonun qoidalar juda ham Kuchli. qat'iy. Ya'ni formalarga juda ham Qattiq qarashadi. katta ahamiyat berishardi. Men shunaqa endi astag'firulloh. Mana shu bolam, men sizni madaniyatli Okay. otangizga Yo. rahmat sizni. Bu qirqiladi bu. Adayz ismlari nima? Uy. Adamga murojaat qilmay qoling. Iltimos chaqirmaydi. Qo'rqarkan. Da. Har bir inson padaru buzrukvordan qo'rqmasa, katta yutuqlarga erishmaydi hech qachon. Shuning uchun qo'rqinglar. Ota-onadan qo'rqinglar. Farruh dadasidanmi qo'rqsin bugundan boshlab? Albatta. Tarbiya eng muhim narsa. Na samom деле, tarbiya eng muhim narsa. O'shanga men hozir aytmoqchi edim. Eng uyatli narsa o'sha-ku. Men bu narsaga iqror bo'lishga nima deydi? Yig'lab yuboryapmiz bizga. Nima deydi? Uyalmayman, chunki bu narsani aytish kerak. Yaxshi, menda hozir bunaqa vaziyat tug'ildi. Xullas, rahmat. Tashavvur, men buni men olib qo'yaylik. Qarang, sizga vlajniy salfetkalar yoqadimi? Keling, aka, bering. Vlajniy kerak bo'lsa. Yo'q, rahmat. Tak o'zim. Bo'ldi. Kelallar, ko'rsatuvingga kelallar. Kelallar. Borallar, bo'ldi. Men lekin bitta konditsionerchi, Va men qulib beraman. Yo'q. Okay. Bitta ko'rsatib bering, konditsionerni qanday qildingiz? Mana ham chatralida o'tirgan. Yo'q, konditsioner mana. Qani, konditsioner qanaqa? Mana воодушевление предмета deyishadi bizada. Qani? Shunaqa qilyaptimi? Bro, pastroq. Bu nabarot qamoqdagi odam oynadan qarayapti-ku. Ana uni pastroq qiling, menga tushsin anu. Mana bu narsa. Anu narsacha. Swing, bu to'xtab qolsin. Konsertimiz yelkaga uryapti. Konditsioner yo'q. Konditsioner yoqqanimizda svet o'chib qolmasa bo'ldi. Bo'ldi. Bu realniy. Kulganim ko'ryapti. Gap yo'q. Yashayapman sizlar. Sizlar bo'lmasanglar men bir tiyin. Rahmat deb. Hammamiz bir tiyin, rosa rahmat. Qanday bu narsaga bardosh beryapsiz? Bera olyapsizlar. Как же без rahmata тут? Uyatli narsalar aytmaylik, normal. Gaplashib o'tiramizmi? Normal. Savollar bunday. O'zingizda qanday aka? 15 yoshingizda maktabda nimalar bo'lgan? Gaplashib o'tiribsiz-da. Oho. Eng uyatlisimini aytaymi? Ayting aka. Aytsinlarmi? Qarsanglar. Eng uyatlisi endi nasamimda juda ham jiddiy narsa. Eng uyatlisi biz aka-ukalar bilan, endi tog'a-vachchalar bilan, jiyanlar bilan shunaqa hayot bo'lgan, katta bo'lganmiz, chunki onamiz hamisha safarlarda bo'lardilar. Shunaqa hayot edi endi. Yaxshi. Va men tog'alarimnikida, xolalarimnikida qolardim. Bir oy o'tdi, hech kim menga bardosh bera olmasdi. Shuning uchun jiyanlar bilan katta bo'lardim-da, juda ham sho'x edim va kiyimlarim ko'p bolalar bo'lardi hovlida. Kiyim yuvishga, formani yuvishga kimdirniki yuvilgan, kimdirniki yuvilmagan bo'lib qolardi. Kimdirniki yirtilgan, baqaterik ko'rsatgani uchun. Albatta. Va men o'zimning kiyimlarim bo'lardi. Eurotex degan joy bo'lardi. Eurotex degani o'sha paytlar zo'r kiyimlarni Boylarning joyi xullas. Eurotex kilolab sotadigan joyni agar bilsanglar, kim meni o'sha yoshimdagi yaxshi ham sizlar hozir yangi O'zbekistonimizda bunaqa narsani bilmaysizlar. Second handga o'xshagan narsa. Hozir xohlasang butikdan sizga kiyim, hozir bolalarga shunaqa xohlasang paytda qiyin bo'lgan. Hozir reklama qilmay, bu butik, u butik bor. Yashab bersang nima? Bo'ldi. Shuning uchun rahmat sizlarga. Mana shunga bizda yo'q, biz hayot maktabida
intilishimiz kerak edi. O'sha buxankachaga ozgina pomidorchani bunday qilib chesnok chiqib. buxankasi voy, ham aka. pomidori bo'lgan bu. Aka, Voy, doka xleb. Yegim keldi-ku. Mana hozir bo'pti. Ne, sizlar yaxshi yashagan ekansizlar. Евротек shu tipa second handmi? Second hand, to'g'ri, second hand. Mana kostyum kiyasiz, cho'ntagini kovlasangiz, ichida ozgina chaqilgan simichka bor, ha? Nimadir chiqadi. Tamom. Ozgina mana yangi jemper sotib olib, mana kiyasanda Yevropa yangiliklarini ko'rsang qotillik deysa, men jemper tanishda. Da, xullas men o'sha paytda ham bizada siyo bozor bo'lardi. Bir xil paytlarda endi o'shaning uchun aytmoqman, eng uyatli o'qish kerak. Biz o'qimasdik, ozgina ish qilardik, ozgina pul yig'ardik. Men stoyankada ishlardim. Lo'lilarni qo'lda, lo'lilar deganda lo'l deyish mumkin-ku, to'g'ri? Siganlar. Bu anaqa emas-ku, yaxshi ham o'shalar bor. Ularni qo'lida? Lo'li jigar. Ha, ularni qo'lida men ishlaganman. Chunki stoyankani ular qo'lda Ya'ni olgan siz, edi. ya'ni siz yagona ulardan pul so'raydigan, iltimos qilayotgan odam. Pulimni beringlar, iltimos. Ya iltimos emas, pulimni beringlar bo'lgan. Yo'q desa iltimos. Ha, yo'q desa lekin iltimos. Pulim ber demagan. Kel, mani, kel. Ana o'shandan chiqqan. Xullas, da maktabga O'shanga lo'l anaqa gerdayib yurar ekanda, da dars qilishga vaqt yetmasdi. Second hand menda formalar bo'lmasdi. Formalar bo'lmaganda formasiz qo'ymasdi. O'sha second handda endi men rapga ozgina ahamiyat berardim. Faqatgina o'sha rapperskiy kiyimda. U paytda O'zbekistonda rapperskiy kiyimlar, katta shimlar anaqa endi nastil bo'lib bo'lish yo'q edi. O'shaning uchun biz kallacha ishlaganda o'sha yerda bo'lardi, olardik. Va maktabga faqat o'sha kiyim bilan borardim, maktabga qo'ymasdi meni. Men nima qilardim? Tadbirim bor, kirib chiqing. Ha, yo'q. Birinchidan ana esimga keldi-ku. Bugun chorshanba. U kiyimimni yo'q, bo'lardi, maktab kiyimim bo'lardi, bir xil paytda toza bo'lgan paytda. Uni men kiyardim. Yoqadi. Ryukzakchani ichida, lekin second handchani anaqalari bo'ladi. Rapper, такой gangster kiyim. Shuni darvozadan chiqardim. Izgritchani oldida shuni ularni yechardim. Boshqa odamda. Ani formachalarni kiyardimda ketardim. Gangster lo'lilar oldiga qarab ketyapti, короче. Xullas meni qo'ymasdi maktabga. Meni maktabga qo'ymasdi. Maktabga qo'ymasdan keyin nima qilasan? Yo, sega xonaga borasan, men bormasdim, chunki bu narsaga vaqt pul yo'qotish yo'q. Pul demasga. Pul Chaqchaqcha bo'lsa normalniy. Gaplashish kerak, prosta muloqot qilish kerak. Gapimda emas, u yoqqa borish ham kerak emas o'zi asli. Vaqt yo'q. Biz unumli qilish uchun soqqa ishlash kerak-ku. O'tda nabarot sarflaysan. Mani. Lekin boshqa joyda ishlasang soqqa keladi. U befoyda. Unaqa joylarga borib vaqt yo'qotish, men o'ylashimcha, birinchi navbatda bu juda ham noto'g'ri. Sega xonalarga, ularga borib, yo'q, mayli, o'qishdan keyin ozgina hordiq chiqarish uchun, aniq qilish uchun bu yaxshi, lekin maktab paytida yoki boshqa anaqa bir xullas jiddiy bo'lgan paytda borish kerak emas. Biz bormasdik. Maktabga kirdingiz, kiyimlarni almashtirdingiz. Yo'q, o'sha maktabga qo'ymadi o'sha kiyimlar uchun tuda-suda. Dars ham qilmasdik. Bir xil paytlarda kirgan paytimizda darsga ham eng uyatli narsa mana. Endi managa keldik. Eng uyatli narsa, men dars qilmaganman-ku. Va men uchun kimyo darsi, algebra darsi va Jismoniy tarbiya. Alifbo. Jismoniy tarbiya chotki bo'lgan. Odobnoma. Odobnoma Vatan tuyg'usi U ham chotki. va atrofimizdagi olam. Bunisi ham to'g'ri. Rus tili. Xullas dars qilmasdim. Muhim emasmidi o'zi? Men topshirishim kerak-ku darsim. Dars anaqani uy vazifasini qilmaganimdan keyin meni chaqirishardi anaqaga, doskaga. Dars qildingmi degan paytda, men o'sha paytda juda ham rep bilan qiziqgan paytim. Dars qilmaganman-da, ashlolarimni aytishni boshlardim. Prosta. Mana Karimov, dars qildingizmi? Doskaga.
O'sha paytda men Nyutonni birinchi qonuni hayot meni yosh deb o'ylaman. Bilaman, 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 ko'rganman. ko'rganman. Dardu g'amalar Yo, Shahriyor. Yo, Shahriyorjon, o'rgilay, diskriminantni ishla. Yo'q, keyin ana shu sinfdoshlarim ham mana shunaqa boshlardim. Yo'q, bo'rilar bo'lmasdi, eski teksim bo'lardi, qattandir boshqa. U emas edi tekst. Ayrim bizlar seni sevgan. Agar jismga hech qanday jism ta'sir etmasa, u Yo, men o'zining hozir to'g'ri eslamayman. tegizlanishini Uni yoki hozir aytolmayman, harakatsiz chunki- holatini saqlab qoladi. Ozgina esimda yo'q. Xullas, ashula aytishni boshlardi, Newtonmi? keyin bolalar bit qilishni boshlardi. O'sha paytda mana bunaqa narsa rivojlangan edi-da partida. We will rock you. Ustoz, Endi ustoz. tasavvur qilinglar. Ves klass mana shunaqa bo'lardi. Ma'lum ustozim shunaqa qizarib, hamma malipatxvatvet qilardi. Biz o'yin kulgu qilib, rap, men nimadirlar qilardim. Bu paket говорю, mana да? kerakmi? Mana kerakmi hozir? Yo'q, shart emas. Xullas, ya shart. Stop, ketaver. Shart emas. Xullas, mana shunaqa darsni buzardim. Afsusdaman. Yo, keling. Men siz dunyo zerikarli Karimov janoblari. Bo'yizdan urguling. Men endi tushunyapman Shahriyor aka darsda qanday baho olib ketganini. Ustoz, siz bo'lmasangiz, ustoz, hayot yo'limni yoritayotgan eng katta chiroq sizsiz. Meni so'zimni aytyapsiz, Gumarik ma'lum. Kameraga aytmoqchi edim o'sha so'zni. Ustoz, axir qalbimiz bitta. Qalbimiz bitta. Menga 2 qo'ysangiz, meni qalbim og'riydi, sizda ham qalbingiz og'riydi, chunki bizning qalbimiz bitta, ustoz. Da. 4 16 qadar men sizni shunchalik hurmat qilamanki. Ustoz, sirtlonmasmiz-ku, biz bo'ri. Darsni buzardim, meni chetlatishardi va hozir men juda ham afsusdaman agar o'sha ustozlarim hozir ko'rayotgan bo'lsa va barcha maktablarda o'qiyotgan bolajonlarga, barchaga bu narsani tavsiya qilmayman, chunki hozir bolajonlarga qarayman-ku, maktabga shoshilayotganlarini, intilayotganini. Shunaqa o'sha davrda hungrab ichimda bir xil payt haqiqatdan ham bir yig'iladi va o'zim ham yig'laveraman deb turaman. Aka, mana shu joy hozir. Bu yig'laverish. Jelaniya bo'lsa bemalol. aka yig'laver. Ustozlarim Yig'lab olsa kerak. Davay. To'planing. O'sha darsni buzganlarga. Ya'ni siz darsga borayotgan o'quvchilarni ko'rib, men ham borsam bo'laydi-ku. Bo'laydi-ku, deyapman-da. Sal kechda o'sha. Ana o'shada Hozir ana ключевой moment. Hozir partaga o'tirsangiz, aka tizingiz sig'maydi ham-da, mana o'tirib. Men jon deb o'tirardim, hozir shunaqa mirqib o'tirardim. Eshitardim o'sha ustozlarimni, shuni alladagi o'sha o'zi qiyin bunaqa edi o'sha payt. Lekin hozir alladagi hozir shunaqa bir Endi o'sha paytda ham uxlagansiz, aka. Uyga vazifang qani? degan o'sha. Hozir bu gaplarni eshitayotgan ustoz просто 5 qo'yib yuboryapti. Diqqat qiling. O'shaning uchun bolajonlar maktabda o'qinglar, davrni o'tkazib yormanglar. Katta bo'lasizlar. Mana menga qaranglar, keyin menga o'xshab bo'lib qolmanglar. Iltimos sizlardan o'qinglar. O'qish va yana o'qish. Amin. O'qing, a'lo, bo'ling dono degan bizga. Eng uyatli joy o'sha mana. Voy. Yo, men uyaladik. Yana siz eshitmadimmi? Yo'q, bu o'zi uyatlishi. Siz kimni eshitmadingiz? Ahamiyat bering. Kimni eshitmayapsiz? Qaranglar. Islomjon. Men tushundim. Aynan, hozir mumkin. Icho. Shahriyor akanchi. Eski Shu. xavotiroq. Men juda ham uyalaman. Fursatdan foydalanib, men uzr so'rayman. Barcha bergan tahsilingiz uchun cheksiz minnatdorman. Men ham baribir insonman. Odam bo'ldim, lekin sizlardan ham bor bir narsa. Odam bo'lmaysan. Odam bo'lmaysan deyishdi. Odam bo'lmaysan, noto'g'ri bu narsa. Odam bo'lasan deng. Katta inson bo'lasan, diplomat bo'lasan. Kiyikka aylanib qolganman. Nima? Shahriyorjon, matematika balkim senga kerak emasdir. Sen baribir yaxshi inson bo'lasan sen. Baribir ham kosmonavt bo'lasan.
Biznesmen bo'lasan. Kosmonavtdan bo'lganmiz. Seni uni qo'ying ishlarni. U kosmonavt. Sizlardan ham o'tkazgina. Shahriyarjon, sen bu ketishingda kosmonavt bo'lib ketasan. Rahmat. O'shancha sizlardan ham o'tgan joyi bor. Ustozlar bunga ham ahamiyat beringlar. sizlarni Bilmaysizlar, kechirdim, ertaga o'sha odam bo'lmaysan degan odamlar odam bo'lib ketyapti, naborot. To'g'ri. O'shaning uchun ustozlar bugundan boshlab hammaga aytinglar odam bo'lmaysan deb. Ularning ichida travma qoldirsanglar harakat qiladi-da. Sizlar malades, zo'rsan, sen maladessan desanglar. Ya'ni bitta voqea yo'q. Yo bormi? Yo'q, aka, sizni uyatli voqeangiz tarbiyali soatga o'xshar ekan. Sizni Yo'q, men endi mana o'shada eng uyatlisini hozir sizlarga ochib beraman. O'sha eng uyatlisi menda mana shu. Maktab paytida Ustozlarni xafa Okey. qilganim uchun uyat. Men Uyat siznichi? mana shu, uyat. gangster deb o'ylardim-da oldin. Replaringizni Hozir ko'rib, shuni garajda orqasida otishma bo'lgan. Hozir Eng svetlar uyatli o'chib- voqeangiz bu 3-darsdan qochib ketganingiz. Hozir svetlar o'chadi. Ha. Boyagidagi. Da. ekin O'shanda men senga O'shancha ahamiyat bermadinglar. Yugur, Yaxshi Farruh. gapirmaganinglar uchun nimaga svet o'chdi? Lekin Shahriyor aka anavi ko'rsatuvga zo'r tushardi-da, otalar so'ziga. ha, otalar so'ziga Azizlar, qalbimiz bitta. Qora ko'zlarim, qosh ko'zlarim. Agar Shahriyor aka 50 Cent bilan anaqa duet aytsa, voy 50 cent tashib yuboradi rep. kendi ishlatsa unadimi? Ular ham birovda qizi. Ular ham birovda qizi. Noto'g'ri yo'lga ketgan endi, to'g'ri tushunasiz. Agar Shahriyor Sen singlim. Bor kiyiming kiyib kelma. Shunaqa. Syomka bo'libdi qo'yinglar. Nasha tatuirovka urmay qo'yaman. Onasidan bering senga. Pожалуйста. Nima qilasan? Agar o'zingni? okam Amerikada faoliyat yuritganlarida Tupakka ham o'ldirishmasdi. Qo'y otma. Otmay Mana, qo'ysin. voy, mashallah, krasavchik mой. Лучший. Onani, mana to'g'rilab yubordik. Adangizga endi rahmat deyman. Rahmat. Rahmat. Vaziyatdan Shunaqa foydalanib krasavchikni tarbiyalaganingiz uchun. rahmat. Amerikada Shahriyor akaga tekst yozib berishyapti. Yangi qo'y, sen qanjiqni so'yib, yo'q, unadi Qo'yinglar. Uzr, unadimanglar. Anaqa Shake your ass. xasta bo'lma deb o'zgartirsak bo'ladimi shuni? Mashallah. Xastaman, Yo'q emas. Shake your ass. Shake your hand deyilishini iltimos. Haqiqiy, вот прям mana anaqa qilasizda, nuda hayot haqida deysiz, xasta bo'lma jonim. Og'riydi. Hamma bu dunyoda juftlik bilan yaratilgan. Ahamiyat bering, mana hammani ham o'zini singlisi bor, jufti haloli bor. Menga Bitta do'ppi beringlar. unga ozor yetkazsa siz shunchalik tosh bag'irmisiz, Nahotki og'rimaydi. Mana bu yerda o'yin ko'liga ladna, ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi, Dil og'risi. Men aka Shahriyor aka, men bolalarimga O'sha ishga ham kelmaysiz, mana shu sahnaga ham chiqmaysiz. Agar ko'ngli og'risi bor, sig'maydi hech narsa. Shahriyor aka, men bolalarimga prям rep eshitinglar deyman sizdan keyin borku. Anaqani eshiting. Mana rostdan eshiting. ota-onalar, unaqa qo'shiq eshitma, rep eshitma, klassika eshit deydi-ku. Men bolalarimga aytaman, klassika Ona qizimni deymani. eshittiring, ona qizim, yangi albomimdan, ona qizim Ona degan qizim. qo'shiq bor. Hamma narsa Uri gullaganda. pul, mul, dumba, bumba, rumba, Ne. Hamma narsa. Yo. Bu yaxshi, bu zo'r, balki. Ya zo'r deb o'ylaysiz, bo'ldi. To'g'ri. Balki, lekin Biz dumbaga qarshimiz-da. Shunaqa ham bo'ladi, hozir xolosa, qanaqa Yo bo'ladi? biza anaqa qo'yni dumbasiga ham Ha, kurdik. qo'yni dumbasini yeb turish kerak. Bizani faqat dumba bilan bu aniq qilishgan-ku, davolashgan. Shunday. Qo'y yog'i. Kasal, qo'y To'xtanglar. yog'i. asl yuzlari ochilib ketyapti. Qo'y yog'i nimadan olinadi? Dumbadanmi? Dumbadan olinadi-da, O'shani deyapman-da. O'sha haqida rep ham bor. Qanaqa? Ну, как? Ne, normal, keyin gaplashamiz. Keyin gaplashamiz qoldi. Hali unga tayyor emasmiz-da. O'zi o'tib ketdi u narsa. Men Xullas shu. odam yoshi o'tgandan keyin teskari tomonga qarab harakatlanishni boshlaydi-ku. Aka berayotgan duolaringizni ko'rib, men tushunyapman, что bolaligingizda shunaqa bir maraz bola bo'lgan. Shunaqa bir ana ketgan. ustozi urayotgan videosi tarqalsa, hamma to'g'ri deydi-ku. Da. Nu to'g'ri.
Chaqiryormi? Anaqa- Uni urish kerak. Oxirgacha yetib bermadilar. Mana 1-sinfda o'qiganman, 2-sinfda o'qiganman, keyin maktabni yoqib yubordim. 8-sinfda boshidan uni qurib berishdi. 6-sinfda bitta maktab direktorini qamatib yubordim. Как раз уже Zavuchi komaga tushib qolgan. Bunisida ikkita qiz homilador bo'lib qolib ketdi. Почти o'shaning uchun aytmoqman. Eng uyatlisi, eng tushimga kirib tushadigan o'shaning uchun uzr. Bitta maktabda ichib qotib qolganmiz. Direktor bilan. Boshqa maktabning direktori bilan. Mana qarang bu maktabning direktori qanaqa. Yo. O'shaning uchun men eng uyatlisi Yo, aka. men uchun mana shu. Men ish qilib hozir to'g'ri odamga havas qilyapmanmi? Da. hozirda Ishonavering. 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 Aka qarang, biz bitta istoriyani eshitdik-da, lekin bizga hozirgi mashi Oke, bosing. Mana buni ham bosing. Mana shuni bosing. Aka, men bittan bos. Mana shu bosing. Ozodni qalbini bosing aka. Voy. kimnidir chaqirdingizmi? Yana bitta chaqaloqcha tug'ildi. Ratatatata. Uchta. Ratatatata. Ratatatata. Shepim. Taktga tushsin. Hozirgi paytda, hozirgi zamonda. Yo, tugatib qo'yma, maza qilaylik. Yo'q, men keyingi istoriyaga o'tmoqchiman. Men bitta bilan qoniqmadim. So, bo'ldi, Sizlarga ham bitta istoriya kerakmi? Hozir yana bitta istoriya chiqaramiz ichidan olib. Aka, Bormi? qarang. Cho'zilib ketmadimi? Yo'q, maktabdagi bo'lmadi. Cho'zib ketdimi? Cho'zib ketdimi? 1 minut, bolalar. Uydagi oilalar muhimmi hozir, ha? Muhimmi, ha? Mana bu yerda voqea bo'layotgandi. Bizda hozir maktabda eshitdik-da. Endi hozirgi payt, hozirgi Kollej. zamondan birorta to'ydami, yo qanaqa Qiziqarliroq xizmatdami, voqea bitta voqea bo'lgan. Oxirgi hijolat bo'lganingizni Amerikada aytib yashagansiz-ku. Amerika. Ha. Qanaqa hijolat bo'ladigan aytgancha. voqeangizni aytib bering. Anaqada Los-Anjelesda sitani aytgansiz. Los-Anjeles? Yo'q, yarmi u Nyu-Yorkda olingan, u klipi yo'q, hammasi Nyu-Yorkda Mana olingan. yorim. Hammasi prosta fotosessiyasi Los-Anjelesda Ha. bo'lgan. Fotosessiya undan oldin o'sha cover qilib, undan oldin Timur O'sha Primkulov o'sha do'stimiz. opamni hozir taqdirlari qanaqa? Shu sitada chiqqan opa. Sitagami? Ha. Chanelda ismi? Ha, Chanel. Da, Qora tanli Chanel. opa. Chanel duxiymi? Da. Hozir ular otanoyi. Yo'q, Chanel ism-ku o'zi. Chanel, O'sha Coco Chanel. Duxini ham nomi Coco o'sha Chanel. opaga bag'ishlanib qo'ygan. Chunki Shahriyor aka kelib Chanelga aytgan. Mana qarang. Mana ona har bitta savoliga javob ham bera olmayman. Shart emas. Endi-da, Oma bag'i ham bor. Oma bular chalg'itadi. Undan ko'ra shunday uyatli voqeani olaylik. Hozir tart aytaylik. Xullas, to'yda shunaqa bo'lgan. To'yda mana shunaqasi kerak. Mana. Eslatgan bo'lsa, yaxshi ham bizani to'yimiz bor. O'zbekni to'yi bo'lsin-da. Voy, to'y bo'lsin. To'y kelibdi. To'y bo'lsin. Yoriga kelin qo'shcha. Xullas, bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana hali olmishga kirganlari yo'q, lekin kalla o'zi ketdi. Nasihat shouga xush Siz kelibsizlar. uchun bo'ldi. Siz uchun. To'yda. Sezgan bo'lsangiz. To'yda. Qo'shilib Iltimos, berdi. qiziqarli. Anjan uchun. Qarang. Anjanlilar. Osmonimiz musaffoda, gangsterlarimizdan ahvolni qarang. Uni oxiri voy. Mana gangster bu narsa. Yana bir marta akama gangster desang, yeyman. Men sizlarga kerakmanmi? Ozgincha bo'lsa. Kerak. Mana o'ylab ko'ringlar, gangster nima degani? Bandit degani, hech kimga quloq solmaydigan, hech kimga nafi tegmaydigan. Jinoyatchi. Maktabda o'qiydigan. Jinoyatchi. Tamomda, mana gangsterlaringiz nima bo'ldi? Ketdi-ku, hech nima qilmadi. To'pak ham ketdi, unisi ham ketdi, bunisi ham, hamma gangster. Qamalib ketgani qancha? Kallani ishlatish kerak, kallani ishlatib, Vaqtida rahmat. pulchani qilish kerak, Hatto lulini toping, oldiga boring, ish Bu beradi. kitobchani olish kerak. Ishlayverasiz. Aka, Usmon Azimni kitoblarini olib o'qish kerak, ozgina she'riyatdan ozgina. O'sha yerda ozgina nimadir bo'ladi. Va ustozlarning duosini ham olish kerak. Usiz bo'lmaydi. Shahriyor aka, Ustozlar. ming bor uzr. Mana Nima shu bitta she'r bo'ldiki, turibdi-da. siz bu darajada o'zgardingiz aka? Men hech o'zgarganim yo'q, men shunaqa edim. Mana bu asl yuzlari. Prosta maktabdagilar tushunmagan. Uyg'onmagan edi, ular yotgan edi o'sha hissiyot. Xullas to'y bo'lsa, To'y to'y bo'lsa, hammada zo'r bo'ladi.
to'y bayram degani, to'y degani yana bitta oila qurilyapti. 2 yosh baxtli bo'lsin. Bitta chaqaloqcha tug'ilyapti. Ratatata deydi. Ana zo'r-ku. Hammani puli bo'ladi. To'y bo'lgandan keyin hamma yig'iladi. Qarindoshlar bir-birini ko'radi. Eski qarindoshlarni ham. To'ylari o'xshamay qo'ygan o'shanga. Mani to'yga chaqirmagansiz-da. Ana Gonorar Yo'q, yetmagan. yo'q, yo'q. Aka, men bobom bor edi, duo qiladigan. bitta sunnatchi, ana qarang. Bunaqa to'y ham bor. Sunnat to'ychani ham ko'rsangiz, ana. To'yga chaqirmagan, sizni ertalabki nahorga oshga chaqirgan. Sunnat to'yga Men keyingi. hozir anaqa ertalabki to'ylarni ham olib boramiz, ha? Ya Shahriyor aka. Ertalabki Shahriyor aka. Sevarim. Xoh, iloh. Xoh, Iloh, iloh. deb yesilcha murojaat qilinglar, Qobil aka. Shahriyor aka, bu yerga odamlar voqea aytib beradi, biz voqeasini o'rtasidan bo'laveramiz, gapini bo'laveramizda. Va mana shuncha insonni qalbini o'rtganimiz uchun sizni yubordi-da bizga. Ishonasizmi? Shunaqa intizor bo'lib kutyapmiz, aka, iltimos. Voqea aytaylik. Hozir yana nasihat ketadi. Maşallah. Nasihat ketadi hozir. Va zo'r, ko'nglim Biz va'da beramiz. Ozgina boru, hayotda bo'layotganimni sezaman sizlar tufayli barcha. Haqiqatan ham, bu chin so'zim, Alloh guvoh. Rostdan ham. Shunchalik sizlarning e'tiboringlarga sazovor bo'lish, har bitta agar menda lishniy soniya bo'lganda, men har doim sizlarga tashakkurchilik bildirardim. Har bir soniyada. Shuning uchun hech qachon charchamayman sizlarga. Har biringlarga rahmat, cheksiz rahmat. Ming ta'zim oxirida. Вообще такойчик. Yo'q. Rahmat. Akajon, bo'ldi, biz tushundik. Biz bor-ku, biz juda yaxshi odam bo'lamiz. Bo'ldi. Biz tushundik. Iltimos. Radnulka. Ustozlar, ota-ona, bola-chaqa qizlarimiz voqea aytib bering. Iltimos. Aka bizani qo'yib yuboring. Aka, boshqa qaytarilmaydi. Men Shahriyor aka bitta paypoq Mani sovg'a ko'proq qiling. chaqirib turinglar. Biz dobbilarni ozod qiling. Men o'zimni asirdek his qilyapman-da hozir. mana shu og'zimdan birorta so'kinish so'z chiqmaydi, ishoning. Pishakka pish demaymiz ey. aka, Murchaga bo'ldi. Anaqa Boshlayapsiz. Bo'ldi. Xo'p, asabiylashmang. Bo'ldi, davlinglar ko'tarilib ketdi. Birga mayli, To'yda bo'lgan voqea. shoshlayapmiz. Aha. Bir to'yxonaga kiramiz. U to'yxonada shunaqa to'yxonalar juda ham ko'p-da. Shunaqa katta to'yxona bor. Zallari ko'p uni. Ha, bitta to'yxonaning ichida zal ko'p. Zal ko'p, ha, ya'ni shunaqa bo'ladi va bir kunda juda ham ko'p to'ylar bo'ladi-da bir kunda. Bitta vaqt o'zida, ha. Bir vaqt o'zida, albatta, rahmat sizga. Arzimaydi. Va biz shoshilinch bilan endi hammamiz kiryapmiz-da, o'sha to'yga kirdik, zo'r. Qo'shiq bir paytda qo'shiq aytyapman-da, zo'r, meni ham kayfiyatim yaxshi. Qo'shiq aytyapman-da, bitta joydan amakichi chiqib, amakichi emas, bitta takoy, o'sha amakichiga o'xshaydi. Xola. Tag'oycha. Amakigacha. Xolacha. Tamom. Yozma. Takoy. Tashkilotchi ekan. O'rtakash. Men keyin bildim. Tashkilotchiligini? Bunday qilaveradi menga. Men bunday qiladi. Deymi? Nima, anjam bo'lgan Men aytaymi? как раз zaldan chiqqanman. Trenirovkadan. Qo'nli qaynayapti, adrenalinchadaman. Kelib menga o'zi настроением shunday buzdilar-ki. Menga qilyapsan. Men bunday qiladi. Buni qilayman. Men Ashula payti. deydi. Hayotda men nima bo'lmagan. Ta'ziya bo'lyapti. Mani sog'inishadi. Amakicha cho'tin nima qilyapsiz beradi. Nima qilmaydi. Qilyapman-da, ne deydi. Yana deyim, yana og'ir конкретный ma'mi. Уже to'y jim, Men mikrofonga. o'lib конкретный san deydi. To'yxona jim, ha. Budir balkim. Shunday men endi Tasavvur qilyapsizmi? Shahriyor aka qo'shiqqa aralashtiryapti. Balkim budir. Menmi? Ana, jim bo'laymi? buniki. Menmi? Jim bo'laymi? Saniki, maniki, uniki. Yo'q, menda shunaqa bir odatim ham bor edi. Bir xil paytlarda shunday dirs to'xtatib qo'yib to'yxonani, haloyiq derdim. O'zi Sherali Jo'rayev deydi kelyapti. Mamlakatiga. To'y. Qachongacha bu o'yin kulgu?
Mandan yoshroq bo'lsa, Ashlit o'tirdi, odamlar o'ynasa, erkak kishini o'ynagan kuni, o'lgan kuni. Ey, xullas, mana bugun jitir qilib o'ynaysanlar deb shunaqa odatim bor. xonadagilar. Qachongacha maishatga berilib. Shu, manda shunaqa bir odat bo'lardi. Ani bitta qitmir jo'racha chiqadi-ku. Ozgina kayfiyati yaxshi bo'ladi, to'yni buzadigan kayfiyat bo'ladi-ku bitta jo'racha. Tirriq. Takoychik, Ana, Vassi ashlit yo'q. o'tganingizda anaqa kelib rasm tushadi. Har safar. Yo, tushsin, jon deb tushaman, har biri bilan tushaman. Eslatma, hozir ularga ham ketadi hozir. Ha, faqat men kelib nimadirchilar, ne qilib men senga Ha, men bilan ma'zi bo'ldi. Yotib. Mana bu ham bor. Ala o'sha. Ey, kelinni olib ketinglar. Ala o'sha ham bor. Ne to'kuradigan. Kelinni olib ket. To'kuradigan. Qudobiy, bo'liq qiling o'zi bosing. Ana shunaqa jo'rachalarga To'rt tushunasiz. Xudolar niyat qilgan. To'xta derdim, to'xta, to'yni buzma derdim. Qo'y, bo'lardi. Uyaltirardim-da, rostdan ham, chunki to'y zo'r, hamma anaqa qilyapti, xursandchilik. Bitta odamni tok uryapti bittasini. to'y buzilib ketishini xohlamayman-da. Shunaqa odatim bo'lardi. To'y bo'lyapti, o'ylsangizlar ko'chaga chiqib tinchgina o'ylanglar. Xullas, Bayram qilamiz. shunaqa men endi yana o'shanaqa qitmir jo'rachadan chiqdimmi deyman. Ha, boyagiga men bunga. Ha, men bu qil, hay dedim, hay to'y zo'r ketyapti-da, men hamal to'yni buzmay dedim, to'xtatib, ey demigim kelmadi. Ey, ulug' inson. Shu. Ey, sen uni parkovkada aytib bo'ldik. Keyin bizani Qobil akamiz oldiga, bizning prodyuserimiz, do'stimiz, jigarimiz, ham nafasimiz, rahmat. Rahmat akaga. Rahmat. Aka, rahmat. Aka. Sog' salomat bo'ling aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat okajonim. Borsiz. Amin. Aka, qizimga sizga ta'zim aniq qilganman, aka. Boringizga shukr, rahmat. Oringizga shukr. Iloyim, Лучший просто. doim boshingiz sog' bo'lsin. Iltimos, voqeaga aralashmay turing. Rahmat akam, o'zimizga ham. Обнимаю. Rahmat. Обнимаю. Yana bir marta, aka. Mehrchikdan, bir mehr tomchisidan ozgincha. Tez quchoqlash. O'tsin. Mehr o'tsin. Birga borsin. Barsa. Yo, Barsa emas. Dinamo. Samarqand Dinamo. Samarqand Dinamo. Oq armiya, vперед! Da. Ey, mamunda turibdi. Ularga ham bitta rahmat, Dinamo. Dinamo Samarqand. Borilarga shukr. Oq armiya. Yes! Yurakdasizlar. Og'iz gapingiz. Voy, Husanovdagi. Krasavchik. Nima deysiz? Umringiz uzoq bo'lsin. Krasavchik. Nima deya olayman mana? Hamma Aka, bizning otasi shu bollarimiz bolaga men shuni. Zo'r. barcha o'xshasin. Husanovga o'xshasin. O'ynashlariga omad. To есть o'yiniga. O'ynashlariga rahmat bitta. O'ynashlariga rahmat. Rahmat. O'yin. Voy. Bu sinonim so'zlar. Nardan, sinonim. O'ynash. Yo, xo'p, mana o'ynashlari menga yoqadi. Aka, gapirmang. Ko'myapsiz o'zingizni. O'yini menga yoqadi. Da. O'yini menga yoqadi. O'ynashlarini o'yinimi? Ya, ayni mele, bo'ldi. Endi ozgina meni hozir noto'g'ri vaziyatga soldi. Haqqab, so bo'ldi. Asosiy tarbiya, odobni. Maktabda o'qimaslikni Asoratni o'zimni o'zim jazolayman. Manmi? O'zimni Yo, o'zim. men o'zimni o'zim jazolayman. Bro, mana bro. O'zbek talaffuzini noto'g'ri, bitta ozgina noto'g'ri qilib qo'ysang, nima bo'ladi? Ko'rdinglarmi? Nimaga aylanib ketadi? Sizlar ham lekin yomon aynagan ekansizlar. Nima ma'noda aytyapman, sizlar kallalarni nima ma'no turibdi? Voy, abulachi.
Sizlarni ham Aka, hammamizni qalbimiz bir. to'xtang. Tak, bir balo qilib eshitib qo'yaylik oxirigacha. to'ying ham. Ozgina buzilmaylar degan odam. Og'asing ham. Rahmat demoqchisi-da. Albatta. Xullas sizga keldi aka, mana men X beryapti bu yoqdan, nimadir qildi. Aka, o'tiring. Yugurib keldi, akani oldiga yugurib keladi. Odam aytadi, deydi, asli boshqa joyga to'yga keldinglar, deydi. U zaldan kelib, bechora anutdagi to'ydi. U bitta vals tushish kerak edi, kelin kuyov, ishonasizmi? Siz boshqa to'ydamisiz hozir? Men boshqa to'yga kiribmiz-da, boshqa to'yda ularga bepul bayram qilib beramiz. Anutda to'langan pul qolib ketdi. Xafazgina bo'lishdi, yo Sherali Jo'rayev koridorda. Yo'q, yana eng qizig'ichi u yerda vals bo'lishi kerak bo'lganda. Yana o'zimni to'g'rilab ketaman. Men boshqa o'sha o'yin demoqchi edim, bilasizlar, baribir. Aka, Kameraga yaqinroq o'tirsa, Aka- mendan uzoq o'tirmaydi. Men blisko. Normalniy o'tiramizmi? Вообще. ne? Shahri Yana kimdir to'qildi. Men o'zim tug'vordim. Ishoninglar, men o'zim tug'vordim. o'zi probka, ko'chalar probka bo'lyapti. Sal kamroq ratata. So, To'yda to'yxonada adashib keldi. ketganlar. Boshqa to'yga kirib qoldilar. Boshqa to'yga kirdik, U yoqqa juda ham chiqdinglar qaytib. uyaldik. Yana o'sha to'y egalaridan cheksiz Rahmat. uzrlar. Yo'q. Aka, ketishingizdan oldin. lekin Shahriyar aka o'ynashlari yoqadi menga deyisham, bu o'zbek tilida to'g'ri? Yo, noto'g'ri emas. Noto'g'ri emas. Noto'g'ri emas. Yo'q, to'g'ri emas. faqat u qizga aytilar-da. Shu to'g'ri gap munosabat. Bu amonim so'zlar bu, bir xil. Bu to'g'ri so'z. Ma'no. To'g'ri so'z. Ha. Ya to'g'ri, prinsipi men. Aka, anaqa men 1 minut rahmat demaganlar. Просто, masalan, qo'shiqlarda bitta qo'shiq bo'lardi, adashmasam. O'ynashlari boshqacha. O'ynashlari boshqa. Ravshan Komilov. Boshqacha o'ynashlari. Shunaqadir bordi-da. O'ynashlari yoqadi deganlar bordi. Faqat u o'g'il boladan qiz bolaga murojaat bo'lgan paytda. Lekin sizniki hozir o'g'il boladan o'g'il bolaga bo'lib ketdi-da. O'sha Ya endi baribir o'yin o'ynaylik, uni. So, da. Men prinsipi to'g'ri. aynigan bo'l. Avvalo tarbiya. Bularni fikri xayoli buzuq. Da. Bunaqa emas edingiz. Men hali ham unaqa emasman. Mana bunaqa qildi, siz tushundingiz, Sherali akani tushundim. o'rinlariga kelib qolganingizda, keyin tushunmagan. Yo, biza Sherali akaning gapida emas, Sherali akada emas gap. Biza вообще boshqa to'yga kirganmiz. Parallelni demoqchi edim, to'y ketyapti. Biza boshqa zalga kirib qolganmiz. Boshqa to'y ketayotgan joyga kirib qolganmiz. Uy to'y qolib ketyapti. to'y negasi qarab Shahriyar akaga hali bunga pul berish kerak. U bilgan, u to'yni tashkilotchisi chiqib kelayotgan tashkilotchi o'sha bo'lgan, aka bo'lgan. U to'yxonadan kelgan, u boshqa to'xta deyapti. Nimadirlar, keyin orada nimadirlar bo'ldi. Endi ora to'yga o'sha kirding, o'sha Nasib qilganida aka. Qanday to'xtatsanda, bo'ldi deb ular ham inson. Kelinni tasavvur qiling aka, kelin kuyovga qarab, "Rahmat! Kutilmagan sovg'a men uchun." Bilsangiz bilarsiz, o'sha to'yga kirganmiz. Keling mana bunaqa degan. Siz menga Shohirxon chaqiraman degandingiz-ku degan. Yo'q, qaysi jo'zi Shahriyar kim chaqirdi desa bir 100 ta odam men o'zimga. eng qizig'ichi ular o'sha paytda vals o'ynash kerak bo'lganda, Islom. Ana o'shada. Ular vals o'ynash kerak, Shahriyar aka qo'shiqda. Sirtlonmasmiz biz. Bizda ikkalamizdan kim qiz? Ha? Ikkalamizdan kim qiz? Farqi yo'q o'rtoqlar. Farqi yo'q. San Sochingiz uchun siz. San qiz bo'la qolgin, bo'yi baland qiz bo'lsin, umrimda bo'lmaganda. Hey. Menda bunaqa soch kalta qiz bo'lmaganda umrimda. Ko'zi ko'k, blondinka. Ko'zi ko'k blondinka. Ko'zi ko'k. Ularga biz rahmat demaymiz. 1 2 3 xasta. Bo'ldimi? Nima qilmoqchi edinglar o'zi sizlar? Men bunaqa demoqchi. Men Padre vals o'ynamoqchi edim. Qo'shiq aytayotdi-yu, Shahriyar aka, boya odatim bor dedingiz, ba'zan to'xtataman qo'shiqni. To'ydi xonamda. Va akam aytibdi, sirtlonmasmiz biz bo'ri, o'z nafsimiz mag'lubi ovqat yeyotganlarga qarab aytayotdi buni. Bittasi kelyapti, mana bunaqa deyapti-da. Keyin yugurib kelib, "Ey, biz
boshqa to'yxonaga kirib qolibmiz degandan keyin ey azizlar bo'ldi qilinglar. ha bu to'yxona boshqa to'yxona ekan-ku Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin bu yoqqa chiqib kelgandan keyin bu yoqdan olib ey azizlar men shu to'yda bo'lishim kerak ekan-ku deb dals yana boshlaydi. Ijro. Lekinchi bilan Вообще, красавчик. Xullas shu. To'yga kechikkanmiz, to'y o'tib ketgan. Endi уже почти ularda ham programma bo'ladi-yu, уже programma, kelin salom, kim o'tga уже tiqila olmaysan. kelin salomga ham Vals o'tkazib yuborgansiz a? Bu Vals yoqdan. o'tkazib yuborganmiz, ular ham ozgina xafa, ranjili bo'lgan, nimadir bo'lgan. Chiqib ketishiga aytib bera qolasiz keyin. Nimani? Kelin salomnimi? Yet, kelin bilan kuyov chiqib ketadi-ku, oxiriga yetib boradingizmi bu yoqqa shunda? Yo'q, o'sha qachon yetib bordi, ular уже anaqasi bo'lmadi, ular Hafsalasi bir bo'lgan. Hafsalasi bir bo'ldi, nimadir Ha, u bo'ldi. nargi to'yxonada bilasizmi nima gap tarqagan? Shahriyor biza to'yimizga kelib, u yoqda ham birov uryapti. lekin Bu artistlar shuda. Birov pul bersa sirasi tashlab ketaveradi. $100 ko'proq bersa, uni siz haliga o'taveradi, nima? Da, xullas bunaqa Siqilganda, juda to'g'rimi? ham uyatli vaziyat bo'lgan, juda ham biz uyalganmiz, hozir ham uyalamiz. Lekin baribir ham men ishonaman, ular baxtli. Ular baxtlimi? Ha, ular baxtli, ular baxtli. baxtli. Ular baxtli alohida bo'lsa ham. Ishoning, u birinchi qiyinchilik emas. Ular shu anaqa nima edi? Go'zallik salonida qiyinchilik bo'lgan ularga. Va boshlanadi. Aka, balki. biz hech qachon shu syomkani qilib bergan syomkachalarimizga, operatorlarimizga rahmat etmaganmizda, o'zi bitta adushi. Hozir vaqtida, shetda vaqti. Har bittalar, bilasizlar-a? Har bitta Har bitta. Mana jigarchik, voy radnulchik, voy Jigaruля. Такойчик. Jigarchiklar tam bilasizlar mana. Von. Barcha umuman mana sahnani to'ldirib turadigan barcha sizlar tufayli. Rostdan ham bizani mana bunaqa nima deydi, bayramona kayfiyatda ulashib turadigan baribir sizlar. Texnический momentdan sahnani ortida sizlar turibsizlarda, sizlarga cheksiz minnatdorman. Rahmat, boringlarga shukur. YouTube'da kuzatadiganlarcha kommentariy Ha, yozadiganlar. kommentariy yozadiganlar. Ya hozir uni shart etish, nimadir like-chi bosish kerak, izoh qoldirish kerak. Podpisatsiya и rahmat. И rahmat. Podpisatsiya nima deydi? Obuna bo'lish. Obuna bo'lish kerak va rivojlanish kerak. Da. Rahmat sizlarga. Keyin Rahmat. keyin pastda Axrana bordi, Axranani xizmat qilyapti. Axrana. Qobil aka, pastdagi Qobil aka. Pastdagi Qobil aka, qaysi bu yerdagi Qobil? Da. Pastda. Pastdagi Qobil aka hozir mana bu yerda Bilet. Bilet. Shaf Shahram G'iyos. Yo. Этот шваброй для opajon. Oqsochlar, Faroshlar. Tozalikka javob beruvchi insonlar. Barcha mana shu. Farrosh Began emas, Mirshakar akani o'zi. Men ham agar anaqa bo'lsa, hech anaqa tortinmayman yordam berishga. Faroshga. Ishlayman demoqchimisiz? Hokim bo'ling, zo'r bahonalaringiz bor ekan. Lekin agar shunaqa bo'lsam, inshaalloh bir kun emas, bir kun balki shunaqa nasib qilar. Yo'q, lekin qiyin. keyin Shahram Bu qo'limdan kelmaydi. Duo beratibdi, sanam katta. Uni bilish kerak. Oscarlar olgin, u qiyin lekin bolam qo'y. Sen nima qilasan? Men olmay atmay bo'lib ketdi. keyin Shahram aka parkovщик bolalarga ham bitta rahmat. Parkovщик bolalarga, jigarlarga hammaga rahmat. Rahmat, salom alaykum. Poklon. Aka. bo'ldimi? Yo'q, stop. Bir. Ha? Shep, mana bizga keldingiz, hammaga rahmat etdingiz. Endi mana shu zaldan bizning nomimizdan mana bu qarsilar hammasi rahmatlar. Sizga rahmat. Endi paklon. Ket. Paklon. Pardon, el moi. Rahmat.